Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Bizni qo'llab-quvvatlayotganingiz uchun Football Time jamoasi nomidan katta rahmat aytmoqchimiz. Ammo kanalimiz rivojlanishi, unda kontent to'xtovsiz chiqishi uchun kanalga obuna bo'lishingiz hamda yangi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun qo'ng'iroqchani yoqib qo'yishingiz biz uchun nihoyatda muhim. Qolaversa, ushbu videoni do'stlaringiz bilan o'rtoqlashing. Siz uchun bu sarflangan 1 soniya xolos, biz uchun esa kanalni rivojlantirish uchun imkoniyat. Hurmat bilan Football Time jamoasi. Marhamat, tomosha qiling. Real afsonasi Salohni Madridda o'ynashini istayapti. Ispaniya milliy terma jamoasi va Real klubida porlagan sobiq futbolchi Fernando Hierro qirollik klubi tarkibida Muhammad Salohni ko'rishni istashini bildirdi. Afsonaviy futbolchining so'zlariga ko'ra, misrlik hujumchi jamoaga katta foyda keltirishi mumkin. Saloh hozir Liverpuldagi so'nggi mavsumini o'tkazmoqda. Garchi yana 1 yillik shartnomasi bo'lsa-da, yozda jamoadan ketishini rasmiy ma'lum qilgan. Fernando Hierro uni Real yoki Barselona kabi grand klublarda o'tishini, chempionatga bo'lgan qiziqishni yanada oshirishni ta'kidladi. Shuningdek, Saloh Angliya chempionatidan tashqari avval Italiya chempionatida o'ynagan, ammo hali ham Ispaniyada to'p surmagan. Timur Kapadze: Katiga savollaringiz bor. Mana necha oydirki u biz kutgan natijani o'yinni namoyish eta olmayapti. Ingliz tilini ham bilmaydi. Navbahor bosh murabbiy Timur Kapadze Kongo Dara mamlakati fuqarosi bo'lgan hujumchi Katuondi Kati haqida fikr bildirdi. Unga savollaringiz bor. Mana necha oydirki u biz kutayotgan natijani o'yinni namoyish eta olmayapti. Bilasiz, legionerlar bilan ishlash biroz qiyinroq. Futbolchi nimani yashab o'tayotganini bilishga harakat qilaman. Stressli holatlar. U ingliz tilini deyarli bilmaydi. Faqat fransuz tilida suhbatlashadi. Umuman olganda u yaxshi futbolchi. Ammo Andijonga qarshi bahsdan so'ng o'yinida pasayish kuzatilmoqda. U qishki yig'inlarda deyarli ishtirok etmadi. Dastlabki viza olish jarayonlari qiyin kechdi. Bunga qadar esa yarim yil davomida o'yin amaliyotsiz qolib ketdi, dedi Kapadze. Mana xolos, Real kutilmaganda Barsa yulduzini oladigan bo'ldi. Madridning Real klubi kutilmaganda ashaddiy raqib Barselona yetakchilaridan biri bo'lgan Pedrini sotib olishga harakatga tushdi. Bu haqida Marca nashri yozdi. Radio Marca ma'lumotlariga ko'ra, jurnalist Roberto Gomez La Turbo dasturi efirida aynan Pedri qirollik klubi prezidenti Florentino Perez jamoada ko'rishni istayotgan futbolchi ekanligini aytgan. Madridning Real jamoasi sotib olmoqchi bo'lgan futbolchi va shaxsan uning prezidenti istayotgan o'yinchining ismi Pedri dedi. Roberto Gomez jonli efir vaqtida. Bu bayonotdan so'ng studiyada darhol ehtimoliy transfer muhokamasi boshlandi. Dastur boshlovchisi Raul Varle bunday transfer o'ta kam ehtimolli ekanligini ta'kidladi, chunki futbolchining Barselonadagi maqomi va ikki grant o'rtasida prinsipial raqobat muhim ahamiyat kasb etishini aytdi. Shu bilan birga efirda tarixda Barselona va Real o'rtasida transfer bo'lganini esga olindi. Ular qatorida Brent Schuster, Michael Soler, Luis Milla va Luis Figo, ayniqsa Figoning transferi o'z vaqtida jahon futbolining eng shov-shuvlilaridan biri bo'lgan. Ta'kidlanishicha, madridliklar tarkibidagi o'zgarishlar va yarim himoyani yangilash fonida markazni kuchaytirish ustida ishlash davom etmoqda. Biroq hozircha Pedrining ehtimoliy transferi amalga oshish variantidan ko'ra ko'proq istakka o'xshaydi. Joriy mavsumda Pedri Barselonaning asosiy o'yinchilaridan biri bo'lib qolmoqda va klub loyihasining muhim qismi hisoblanadi. Ushbu mavsumda ispaniyalik futbolchi Kataloniya klubi safida 38 ta o'yinda ishtirok etib, 2 ta gol urdi va 10 ta golli uzatma berdi. Pedrining bozordagi qiymati 150 million yevroni tashkil qiladi. Trafford Manchester United bo'yicha qaror qabul qildi. Manchester Cityning zaxira darvozabon James Trafford Manchester Unitedga o'tmoqchi emas. Darvozabon boshqa Yevropa chempionatiga o'tishni o'zi uchun ustuvor vazifa qilib qo'ymoqda. Matbuotda ingliz futbolchisining xizmatiga turning Juventus klubi qiziqish bildirayotganligi haqida xabar berilgan edi. Trafford o'yin amaliyoti yetishmasligi sababli hozirgi klubini tark etishga tayyor. James italiyalik yulduz Gianluigi Donnarummaga raqobatga mag'lub bo'lmoqda. Posbon joriy mavsumda 14 ta o'yin o'tkazib, 7 tasida darvozani quruq saqladi. Mbappe jarohat oldi. Real tashxisini e'lon qildi. Real Madrid hujumchisi Kylian Mbappe Betisga qarshi La Liganing 32-tur uchrashuvida jarohat oldi. Fransiyalik yulduz bellashuvning so'nggi daqiqalarida maydonni tark etgan edi. Qirollik klubi ma'lumotlariga ko'ra, 27 yoshli forvardning chap so'ng orqa qismi mushaklari zo'riqishi aniqlandi. Mbappening joriy mavsumda qaymoqranglilar safida 41 ta o'yinda ishtirok etib, 41 gol va 30 ta assist muallifi bo'ldi. Uning jarohati qanchalik jiddiy ekanligi va tiklanish muddati bo'yicha qo'shimcha ma'lumotlar keyinroq e'lon qilinishi kutilmoqda.
Liam Rosenyor ishdan bo'shashidan keyin ham yangi bosh murabbiy izlayotgan Chelsea e'tiborini Xavi Hernandesga qaratdi. The Mirror ma'lumotlariga qaraganda Ispaniya futbol afsonasi ko'klar bosh murabbiy lavozimi uchun nomzodlar qatorida. Barselonadan ketgandan beri klubsiz yurgan Xavi London klubi tomonidan hujumkor uslubni qo'llab-quvvatlovchi uzoq muddatli rivojlanish strategiyasini tuzishga qodir murabbiy sifatida qaraladi. Xavining yaqinda The Athletic nashriga bergan intervyusida Angliya Premyer Ligasida ishlash uning ustuvor vazifasi ekanligini tasdiqlagandi. Men shoshilmayapman, lekin jamoa tuzish uchun taxminan 4 yil vaqt berilgan. Yaxshi loyiha ustida ishlashni istayman, degan u. Eslatib o'tamiz, 46 yoshli Xavi 2021-yildan 2024-yilgacha Barselonaga bosh murabbiy bo'lgan. Jamoa uning boshqaruvida 2022-2023-yilgi mavsum Ispaniya chempionligini qo'lga kiritgan edi. Tramp Eronni Italiya bilan almashtirilish ehtimoli haqidagi savolga javob berdi. AQSh prezidenti Donald Tramp 2026-yilgi jahon chempionatida Eronni Italiya bilan almashtirilish ehtimoli haqidagi savolga javob berdi. Avvalroq AQSh prezidentining maxsus vakili Paolo Zampoli FIFAdan bo'lajak jahon chempionatida Eronni Italiyaga almashtirilishni so'ragan edi. 2026-yilgi jahon chempionatida Eronni Italiya bilan almashtirilish g'oyasiga qanday fikrdasiz? Men bu haqida ko'p o'ylayman. Bu qiziq savol. Bu haqida o'ylab ko'rishim kerak, deb javob berdi Donald Tramp. Roma Ranieri bilan xayrlashdi. Italiyaning Roma klubi rasmiy saytida Claudio Ranieri klub boshqaruvi maslahatchisi lavozimini tark etgani haqida xabar berildi. Roma Claudio Ranieri bilan hamkorlikni to'xtatganini tasdiqladi. Klub Claudioga Romani rivojlantirishga qo'shgan ulkan hissalari uchun minnatdorchilik bildirdi. U juda qiyin davrlarda jamoani boshqargan, uning sa'y-harakatlari uchun biz ham undan doimo minnatdor bo'lamiz. Kelajakka nazar tashlar ekanmiz, aniq yo'nalishni ko'ramiz. Klub kuchli, uning qat'iy rahbariyati va aniq qarashlari bor. Roma har doim birinchi bo'ladi. Biz Gian Piero Gasperini rahbariyatiga o'sish, takomillashish va tariximizga munosib natijalarga erishishdek umumiy maqsad yo'lida davom etishimizga to'liq ishonamiz. APLning ikki top klubi Real Haubeke Chouamenini nishonga oldi. Realning Fransiyadagi yarim himoyachi Orlean Chouameni APLga yo'l olishi mumkin. Futbolchiga ikki klub da'vogarlik qilmoqda. Chouameni bilan Liverpool va Manchester United bilan shartnoma imzolamoqchi. Orlean Chouameni 2022-yilda Monakodan Realga o'tgandi. Transfermarkt futbolchining narxini 75 million yevroga baholamoqda. Orlean Chouameni 2022-yilda Monakodan Realga o'tgandi. Ushbu mavsumda yarim himoyachi 45 ta o'yinda 2 ta gol urdi va 2 ta golli uzatmani amalga oshirdi. Ekspert Husanov Real yulduzlaridan yuqori baholadi. O'zbekiston milliy terma jamoasi himoyachisi Abduqodir Husanov ayni paytda faoliyatining sezilarli o'sishini namoyish etmoqda. Joriy mavsumda 22 yoshli futbolchi Josep Guardiola jamoasida zaxira o'yinchisidan boshlang'ich tarkib o'yinchisi maqomini qo'lga kiritdi va qisqa fursat ichida Manchester City himoya chizig'ida asosiy figuraga aylandi. Ayniqsa Manchester City yanvarda Angliya Premyer Ligasining eng zo'r markaziy himoyachilaridan hisoblangan Mark Gehini transfer qilgandan keyin shaharliklar mudofaa salohiyati yangi bosqichga chiqdi. Abduqodir Husanov va Mark Gehi tandemi o'ta murakkab uchrashuvlarda ham ishonchli himoyalanmoqda va jamoa muvaffaqiyatlariga katta hissa qo'shib kelyapti. Buning uchun Husanov Yevropada faoliyat olib borayotgan eng zo'r markaziy himoyachilardan biri sifatida e'tirof etilmoqda. Futbol eksperti Watson Bowen Abduqodir Husanov va Real markaziy himoyachisi Raul Asensioni taqqosladi. Jurnalistlar undan sizningcha kim kuchliroq, Husanov yoki Asensio degan savolga quyidagicha javob berdi. Qarang, Abduqodir Husanov so'nggi yarim yil ichida Liverpoolga qarshi Enfieldda yuqori darajada o'yinlarni ko'rsatdi. Hatto Realga boy berilgan uchrashuvlarda xoh Madridda bo'lsin, xoh Manchesterda u sarosimaga tushmasdan, xato qilmasdan o'ynadi. U shu darajaga yetdi. Endi faqat karyerasining boshidagi kabi mayda xatolar qolgan. Abduqodir hozir murakkab vaziyatda ham umuman shoshib qolmaydi. Ikki pozitsiyada ham o'ynay oladi. Hozir Abduqodir haqiqiy ishonch ustuniga aylangan. Ya'ni u tarkibda bo'lsa hammasi joyida bo'lishiga ishonasa. U shuningdek doim himoyachilarni juda yaxshi qo'llab-quvvatlaydi. Shuning uchun Husanovni tanlayman. Husanov Asensiodan kuchliroq, dedi Watson Bowen. Eslatib o'tamiz, bu mavsum Abduqodir Husanov Manchester City tarkibida Angliya ligasining kubogini qo'lga kiritdi. Bundan tashqari Abduqodir Husanov joriy mavsumda yanvar va mart oylarida Manchester Cityning eng yaxshi futbolchisiga atalgan sovringa ega chiqdi.